Aka, oyun masalan qo'shqorni olib keling. Nima bo'ldi? Oyim, ta'minlovchiga olib chiq. Bo'l. Oyimga nima qildi? Ozgina dalillar oshib tukam, borsa ishingni quvib bor. Adamni bizdan tashlab ketgan ekan, unaqa bizani qo'shib yomonjon. Ana chiroyli uydan san so'ra. Chiroyli uyda meni yaxshi ko'rgan qizim turadi. Po'chochga yaxshi ko'rish kim qo'yibdi? Bo'pti, o'zim so'rayman. Kenayi, po'choq o'yla bormi? Aka, odam hamtirmi? Kelib bola, kelib bola. Mahmud ukalarni qara, o'tirishini po'choq terishdan boshqasiga yaramay, tapchikali. Sen ularni gapiga e'tibor berma, ukajonim. Bizning sharoitimizdan qiladigan otamni o'tib ketganlar. Aka-uka yelki-melki turibchi, bir-birimizdan patteshka qilsa, hali hammasi kelishamiz, zo'r bo'ladi. Ko'chani moshidan bir xil moshina kirib kelganimizda, hali shu insonni havasi qarab turadi. Mollarni bekor sotibsan-da. Onajon, ukam bilan yaxshi niyatli biznes boshlayapmiz. Siz qo'yib qo'ysiz bo'ldi. Hali zo'r bo'lib ketamiz. Xudoyo zo'rlardan zo'r bo'lib yurlaring. O'tib ketar og'ir kunlar onajon. Xudo berar kelar davr bizga ham. Zo'rlardan zo'r bo'laman onajon. Urib tursa ko'ksimdagi yuragim, harakatdan to'xtamayman. Onajonim, siz bolalaringiz duo qildingiz, duolaringiz ijobat bo'lib, mana zo'rlardan zo'r bo'libdi bolalaringiz onajonim. Bolam, nega hali oyog'imdan o'pib urasan? Jannat onalar oyoq ostida deydi. Siz bilan jannatdasiz onajonim. Qachon samsam. Zo'r bo'laman onajon.